Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlarki, musulmonni shu darajada do'sti yaqini bo'lish kerakki, bu Mag'ribda yashaydi. Mashriqdagi, bu degani yerning ikkinchi burchagi. Bir musulmonga muammo zarar yetdi. Hech bo'lmasam duo qilsin deydi. Duo qilsin deydi. Iroqdagi musulmonlarni duo qilayotgansizlar. Iroqdagi hamma musulmon yomon musulmon emas. Siriyadagilarni duo qilaylik. Hatto ham yomon odamlar emas. Balki kirib kelganlar yomon odamlar. Mana qo'shni davlat. Duo qilaylik, chiroylilik bilan hal bo'lsin o'sha joylar. Musulmon bilan sammanga boryapti. Bu yaxshi emas bu. Biz duo qilaylik, Alloh taolo o'sha joyga isloh bersin. Qo'shning tinch, san tinch deydi. To'g'rimi? Allohdan duo qilib so'raylik, o'sha joy chiroylilik bilan hal bo'lsin. Yana o'sha yerdagi hayot chiroyli bardavom etsin. Siriya, Iroqda o kungi bundan 15-20 yilgi videosi bilan hozirgi videosi qo'yib qo'yishdi, yonma-yon qilib. Ko'rsangiz bor-ku, 100% farq qilyapti. 100%. Attagi obodonlik paytidagi hayot bilan bugungi vayrongarchilikni ko'rsangiz yig'laysiz. Hech nima qolmagan. Shuning uchun biz duo qilaylik. Bizning qo'limizdan duo keladi. Boshqa narsa kelmaydi. Siz bilan men aralashuvimizda katta kelishmovchilik, katta janjal bo'lib, gazzay olib, yana ham o'sha yiring kattalashadagi foyda bo'lmaydi o'g'riman. Ba'zi birlar g'ayratingiz sig'mayotganlar bo'lganda, mana internet kanallarimizda ham ko'p eshitib qolyapmiz, kommentariyalarda ko'p o'qib qolyapmiz. Bunga biz aralashuvimiz faqat duo bilan bo'ladi. Shu ishda chiroylilik bilan isloh bo'lishini Alloh nasib qilgin. Shu musulmon birodarlarimiz o'sha joyda emin, erkin, maza qilib bizga o'xshab yashayversin. Buna bo'lib xotirjam bo'lib jumalarni o'qisin, mazza qilib to'ylarini qilsin, qizini chiqarsin, o'g'lini uylasin deb biz duo qilaylik. Mana o'sha g'ayratli, shijoatlilar biror marotaba 2 rakat tahajjud namoz o'qidimikin, soat 2 ga budilnik qo'yib turib, ey Alloh deb duo qildimikin? Gapda xolos.